o'zi har doim displeyni yo'q bo'lib qoladi. Mana ichi mana buni jidkisiga to'lib ketadi. Mana hozir ko'ramiz. Mashina ichi jidkisi to'ladi, keyin sekin kampli qilib yuradida, o'zi pilniga pastda turganda ham bunday bostirib ochsangiz oqib ketadi. Mana bachogida keyin jidkisi qolmay qoladi. Buni ochib tekshirib turinglar. Yoki bu salonda bo'lsa, salondagina ko'rish kerak, yoki bo'lmasa salonning quruq bo'lsa, mana mashina chiqadi. Pilniga просто yig'ilib qoladi, ochasizlar, keyinga qo'yib yuborasizlar. Agar almashtirmagan bo'lsanglar, ko'rib qo'yinglar. Mashina yig'iladi, keyin bir kun kelib displeyni yo'q bo'lib qoladi. Ichidagi diametr portion bir bitga bo'ladi, tez bo'ladi. Mana yangi olib kelganlar, hozir qo'yib berasiz. Koreyskiy moptirin, bilmadim, qana korobkasi yo'q ekan. 130 lik oldingizmi? 120 lik. Endi Xitoy qo'ysangiz ham bo'ladi. Xitoy qancha yuradi bilmadim, lekin ko'plab qo'yishadi. Okalar, salomat bo'lasizlar. Kerakli vosita bu ham tekshirib qo'ying. O'z kuchda qolib ketishingiz mumkin. Rабочий silindr sons bo'ladi. Donusida qulog'i kattaroq bo'ladi, uniki boshqacharoq bo'ladi. Lekin ko'rinishi, ishlash prinsipi bir xil bo'ladi. Salomat bo'lsa, layklarni bosib qo'yasiz.